Abbos Live kanaliga xush kelibsizlar azizlar. Qalaysizlar? Sizlar bilan Abbos. Bu kanalim yangi, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Podpiska tashlab qo'yasizlar, like'ni bosib qo'yasizlar. Sizlarni qiziqtirishga, sizlarni zeriktirmaslikka qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Bu kanalda nimalarni qilamiz? Birinchi navbatda qiladigan narsamiz yangicha qobiliyatlarni o'rganib bormoqchiman. Hozir men Koreyadaman, Koreyada yashayapman va bu yashash davomida nimalarni qanaqa qiyinchiliklar keldi, qanaqa hodisalar bo'ldi hayotimda, o'shalar hammasini yoritib borishga harakat qilaman. Kuzatib borasizlar degan umiddaman, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Va bugun birinchi navbatda nimadan boshlashni juda ham ko'p o'yladim. Nima qilsam ekan, nimadan boshlasam ekan deb. Va eng asosiysi YouTube'da qiziqish uyg'otadigan narsalardan biri bu har xil qobiliyatlar. Ulardan biri salto oshish, ya'ni inglizcha qilib aytadigan bo'lsak backflip. Nimasi o'zbekchasi salto oshish, orqaga salto oshishni o'rganib ko'ramiz bugun. Qani ketdik. YouTube'da videolarni ko'rdim, har xil videolarni ko'rdim. Bir kunda, 5 minutda, 1 oyda hammasi bor. Lekin men sizlarga haqiqiysini o'zimni nimamdan, tajribamdan kelib chiqqan holda ko'rsatmoqchiman. Necha kunda qilsa bo'ladi, qancha vaqt ketadi, nimalar qilishingiz kerak, sizlar qanaqa men bundan keyin qanaqa xatolar qilamanki, sizlar bu xatolarga yo'l qo'ymasliklaringiz kerak, hammasini ko'rsatib boraman. Qanaqa bo'lsa shundayligicha. Demak, salto oshishga birinchi kun boshladik, birinchi steplardan. Hozir bir ikkita nima qilib ko'rdim, salto otib ko'rdim. O'zimni qanday his qilaman, qanaqa noqulayliklari bor va qanday qulayliklari bor, qanaqa qilsam o'xshaydi, qanaqa qilsam o'xshamaydi, qaysi tarafga otishim kerak, o'ngga otishim kerakmi, chapga otishim kerakmi, hammasini ko'rsatib boraman. Sizlar kuzatib boringlar, hammasini nasib bo'lsa, oxirida natijasiga qancha vaqtda erishaman, nima qilaman, hammasini qo'yib boraman. Har kuni video qo'yaman. Har kuni birinchi kun, ikkinchi kun qancha vaqt ketadi, sizlar meni kuzatib boringlar, like, subscribe, ya'ni podpiska tashlab qo'yinglar. Qani ketdik. Yengil steplardan boshlaymiz. Birinchi kun. Bir qo'lda o'zimizga ishonch hosil qilguncha overhanggacha otib o'ramiz. Yaxshi. Ancha yaxshi. O'rganish his qilaverasizlar. Bu qilgan sari o'zlaringni qulay his qilaverasizlar. Endi qo'l iloji boricha chitmay otishga harakat qilish kerak. Qo'lga uncha suyanmasdan. Yaxshi. 4 ta barmoqni uchida qildim. Barmoq uchida bosdim. Boya kaftim bilan bosayotgandim yerga. Endi barmoq uchida bosdim. Kaftni qo'ydim endi. Kaftni qo'ymash kerak. Iloji boricha qo'lni qayirmash kerak. Qo'lni qayirib olmasliging kerak. Qo'lni qayirib olmasliklaring kerak, chunki agar boshidan qo'lni qayirib oladigan bo'lsang, mana buni hozir qo'yayotganlaringda qo'lni mana bu yeri qayriladi. Mana shu qayirib olmaslikka harakat qilishlaring kerak, chunki oxirigacha yetib borishlaring kerak. Agar boshdan qayirib qo'ysalaring, keyin qila olmaysan, qo'rqib qolasan otishga. Yaxshi. Yomon emas. Endi qo'l ishlatmasdan bitta otib ko'raman. Yaxshi. Oyoqni ham qayirib olmasliklaring kerak. Oyoqni ham qayirib olmasliklaring kerak, chunki oyog'im hozir salgina neto bo'lyapti. Nima qanaqa his qilaman, hammasini aytib boraman. Bilmadim qanaqa ko'rinyapti, lekin yaxshi yomon emas. Oh shit. Qayta otib o'ramiz. Natijaga erishguncha. Shit. Shit.
Easy. Shunaqa qilib ham otib ko'ramiz. Boshqacha qilib ham otib ko'ramiz. Har xil yo'llar bilan harakat qilamiz. Oson emas, ko'ringanidan ancha qiyin. Anchalar qiyin. Endingi stepimizda qo'limizni mana bunday qilib mana shunaqa o'zimizni qulay his qilganimizgacha mana shunaqa o'tirib turamiz. O'tirib turganimiz mana shunaqa aylanamiz. Endi xuddi mana shu ko'rinishda oyog'imizni ko'tarib, qo'limiz bilan tepaga nima qilamiz? Osishimiz kerak, salto osishimiz kerak. Yaxshi. 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 Siz his qilyapsizlar, ha? His qilyapsizlar rivojlanishda. Qanaydir o'sish bor. O'sish bor. Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi, yomon emas. Endi qiladiganimiz xuddi mana shu ko'rinishda sal beriroq turib, bir qo'lda mana bu tomonga otib ko'ramiz. Oyoqlarni yoygan holda otishga harakat qilamiz endi. Qo'llarda birinchi mashq qildirib olish kerak ekan. Chunki qo'li mana bu yeri qayriladi. Shunga birinchi qizdirib olish kerak bo'ladi. Yaxshi. Oyoqda iloji boricha joyiga harakat qilish kerak. Endi qo'lda iloji boricha yetmasdan yaxshi. Juda go'zal. His qilyapman. Sizlar his qilyapsizlar menimcha, to'g'rimi? Güzel. Endi o'zimizni nimaga otib ikki marta nima qilamiz? Oh shit. Oh bosh og'ridi. Endi shunaqa otganda qo'limiz bilan tizzamizni birga tez harakat qilishga harakat qilamiz. Birlashtirishga harakat qilamiz. Naqib.
shunaqa qilib yana qaytadan o'zimizni nima qilib olamiz. Ya, yaxshi. Yo'q. Menimcha bugunga yetadi, birinchi kunga. Ancha natijaga erishdim deb o'ylayman. Demak, deyarli yarim soatdan beri otishga harakat qilyapman. Nimadan ham ChatGPTdan so'rab ko'rdim, qancha vaqt erishsa bo'ladi dedi. ChatGPT ham agar seni fizikal holatingga bog'liq 1 oygacha erishsang bo'lsa kerak deb aytdi ChatGPT ham. O'shaning uchun birinchi kunga yetadi, chunki birinchi kunda o'zida progress sezdim. Buni qilsa bo'lar ekan va shu yerda o'zida tugatmoqchiman birinchi kunni. Demak, sizlar bilan Abbos bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha yana bir eslatib o'taman, like bosing videoga, podpiska tashlab qo'ying, chunki bundan buyog'i har kuni meni ko'rib turasiz kanalga.